Do'stlar, hop Botir aka nechta ishlashlarini bilib olamiz. Botir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu savolni bermasam bo'lmaydi. DNK test nima ko'rsatdi? DNK test bo'lgani yo'q. Avvalo DNK testini men amakim bilan, ya'ni adamlarni ukalari bilan o'tkazganman. Shuning uchun keyingi DNK testlari tayinlandi, lekin bo'lgani yo'q. No, o'xshashlik bor. Aka, qiziq savol. Endi trenddasiz, juda ham taniqli odamsiz. Bomba ishlaysiz. Men misol uchun to'y qilsam, nechta pulga sizni chaqirsam bo'ladi? Sizga tekin. Men qiynab o'tirmayman. Botir aka, nima bo'lyapti? Yangi proyekt boshlandi. Nima deyman? Siz 100 bo'lib chiqibsiz. Toshkent turar joy majmuasi qisqa ma'lumot berib yuborsangiz, nimaga odamlar xonadon xarid qilishga o'chiringiz bo'lib turibdi? Bu loyiha juda ham ishonchli loyiha. Chunki bugungi kunda bilasiz, juda og'riqli nuqta bo'lib qoldi. Ishonch masalalari juda qiyin bo'lib qoldi. Aynan uy sotib olish masalasida odamlar ishonmay qo'ydi. Kimga ishonishi bilmay qo'ydi. Hatto uy olishi, kimdan uy olishi bilmay qolgan hozirgi paytda. O'shaning uchun bu eng muhim masalasi birinchi o'rinda bu ishonch. Ya'ni hujjatlari, hamma taraflama ishonch. Ya'ni mana keladigan mijoz to'g'ri bank. Mana ko'ryapsiz, Xalq banki turibdi, hattoki berib pullarni bankka to'laydi. Uy tanlagandan keyin masalan. Nima turar joy majmuasi bu? Nima taklif bo'lyapti bu yerda? Takliflar juda ham bisyor. Eng muhimi 20 gektar maydonga ega bo'lgan joy, undan yarmi turar joy majmuasi bo'ladi va yarmidan ham ko'prog'i o'sha zeleniy zona, bu sentrlar, bog'cha, maktab, hamma shahar ichida shahar. Ya'ni mana shu turar joy uydan odamlar uyda yashab hech qayerga chiqmaydi. Tayyor remontli uyga keladi. Ya'ni uyni sotib olib turib, yana unga shuncha pul sarflab remont qilib o'tirmaydi. Eng qizig'i 50% boshlanish to'lovi to'lasa 20% chegirma bilan xonadon qilib berishar ekan. Shunaqa. Shoshilib qolish kerakmi? Shoshilish kerak. Do'stlar, Instagramdan nomerni ko'rsatamiz. Toshkent turar joy majmuasi. Botir aka bilan bir ko'rishib, bu video olish kerak. Nima savollarni berish kerak? Izohda yozib yuboringlar, Botir aka. Assalomu alaykum. Omon bo'ling, omad.